Uzdal HTML dersidagi 24 qism HTML'dagi subyektiv ifodalar. Darslikning asos mazmuni HTML'dagi subyektiv ifodalar haqida qisqacha tushuncha. HTML'dagi bir qism ifodalar maxsus ishlatish uchun oldin saqlab qo'yilgan bo'ldi. Masalan, HTMLda o'tir tirnoq belgisidagi mavu cho'ng va kichik degan ikki belgini ishlatishga bo'lmaydi, chunki bu xat kuchlarga ishlatildi. Tor ko'rgich muni torbat xat kuchi deb tanıydı. Shunga mushuning o'xshash belgilarni normal ko'rsatish uchun subyektiv ifoda, ya'ni inglizcha character entities ni qo'llanamiz. Eskartish. Subyektiv ifoda ifodalash shakli jihatda asli tutish qulaylik, lekin har qanday tor ko'rgichning barliq ifodalarini normal ko'rsatilishi notayin. Biz mavu amni misol qaraydigan bo'lsak, masalan bu yerda bir subyektiv ifodaningki qiymat berish shakli ikki xil bo'ladi. Birisi ma'qul holatda buningga subyektiv ifodaning nomi bilan buning oldi mavu va degan belgi bilan boshlandi, oxiri cheklik pesh bilan oxirlashadi va yoki mavu rad nomeri orqali o'ttirga. Buningki oldi va belgisi, quduq belgisi, ananki rad nomeri, oxirgi cheklik pesh. Ma'qul ikki xil holatda ifodalashga bo'ladi. Anandaki ikinci mazmun üzüksüz boşluk, non-breaking space. HTML'da en köp işletilen subyektiv ifade del üzüksüz boşluk ifadesi. Bu yani şu biz adet işletken boşluk ifadesi şu. Biz adette bu konuk taksideki boşluk konukisi arkalık bir vasıta boşluk kırgızganda torbetninki bu xat güçlerinki mazmun kısmıga ondan boşluk kırgızsak mı fakat bir nol tonuydu. Mesela bu A degan xat kuchga mamak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tal mashta bo'shliq kirgizib, lekin bu tor ko'rgich ochilgan vaqtda faqat bir talli bo'shliq ko'rindi bu yerda. Ananki xat to'p qolsa A, B deb, o'ttirdimi faqat tor ko'rgich ko'ringanda bir tal bo'shliq ko'rindi. Mayli qanchalik bo'shliq qo'yishimizni qat'iy nazar. Shunga biz agar buni ikkisining oraliqini mesela jiroq qilmoqchi bo'lsak qanday qilamiz deganda dal uzuksiz bo'shliq subyektiv ifodasi, mesela bunun aralığını 5 tal boşluk çıkarmakçı olsak, belgiden 5'ni koysak, A ile B'nin aralığında 5 tal boşluk çıkıyor. Üçüncü mezmun, köp işletilgan subyektiv ifodalar. Subyektiv ifodalar harflerinin çoğun küçük yazılışı kartta alayı sezgür mananga dikkat kılış gerek. Köp işletilgan subyektiv ifodalarda mesela küçük belgisi, çoğun belgisi ve qo'sh tirnoq, yalan tirnoq dikkat kılış tekişikmeyede. Ayda qo'llamaydi yalan tirnoqni deb askartish berib qo'ydik. Ondan keyin pung belgisi, fond sterling belgisi, Yaponiya yenining belgisi, yevro belgisi, ondan keyin paragraf belgisi, nashr huquqi belgisi, engelingan tovar markasi belgisi, tovar markasi, ko'paytirish belgisi, bo'lish belgisi. Bularning hammasi shu subyektiv ifoda hisoblanadi. Buningki element nomlarining ifodalanishi ma'qul holatda, buningki rad nomeri orqali ifodalanish shakli ma'qul holati bo'ldi. Biz buni yodqa bilib olsak ham yaxshi, ishlatish qulaylik. Agar yodqa bilmasakmi, ko'p ishlatilganlardan bir qanchalarni yodqa bilib olib, qolganini jadvaldan tekshirib ishlasak bo'ldi.